Chefbook video kitobiga hoziroq buyurtma bering. Endi siz sevgi bilan pishirasiz. 71 kodi bilan 203 0005 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum, Chefbook loyihasining aziz muxlislari, sizlar bilan yana men Shahzoda, sevimli oshxonamdaman. Bugun biz sevimli oshxonamizda yana navbatdagi mazali taomlarni tayyorlaymiz va sizlarga o'rgatamiz. Bilamiz, Chefbook loyihasini siz anchadan beri tomosha qilyapsiz va allaqachon muxlisiga aylangansiz. YouTube orqali ham million tomoshalarga ega bo'layotgan ushbu loyihamizni ko'pchilik muxlislarimiz yaxshi qarshi olishdi va bugun ham sizlarga ajoyib bo'lgan va Xorazmning milliy taomi bo'lgan tuxumbarak va shivit oshini tayyorlaymiz. Bizning mehmonimiz Xorazmning eng go'zal va qo'li gul ayollaridan biri Sabohat opani taklif etib qolamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Ro'molli mos qilib o'rab kelibdilar. Bu albatta tasodif. To'rtta? Bu ko'rsatuvda boshlovchilikni to'xtatib, o'zimni tuxumbarak biznesimni ochib yuboraman. Bo'lmasinlar, pochchajon. Sizni ismingiz umuman Sabohat opani bizneslariga yarashmayapti. To'g'rimi? To'g'ri, eshitdingizmi adasi? Eshitmadim. Azizlar, xorazmlik xonlar uchun maxsus tayyorlangan shivit oshi va tuxumbarak asaringiz tayyor bo'ldi. Sizga 10 ball. Gap yo'q, juda ham zo'r qildingiz. Umrimda birinchi marta bunaqa taomni ko'rib turibman va tanovul qilyapman. Juda ham chiroyli. Sizga yordamingiz uchun katta rahmat. Sabohat opa, bizning taomlarimizga qanday masalliqlar kerak bo'ladi? Bizga bugun shivit oshi pishirishimiz, tayyorlashimiz uchun ukrop kerak bo'ladi, ozgina tuxum, un, xamir qilishimizga. Keliniz ham o'sha kitobdagi video retseptlarni ko'rib bazanda bo'lib ketgan. Sizlar ham opa-singillarga, ayolinglarga bemalol sovg'a qilsanglar bo'ladi. Chefbook, mazali retseptlar mana shu yerda. Nimalar kerak bo'ladi bizga? Hozir ukropni blenderda chiqarib olishimiz kerak. Birinchi navbatda ukroplarni blender qilamiz, keyin tuxum bilan keyin xamir qoramiz. Tuxum bilan xamir. Keyin uni shivit oshi o'zi qanaqa ovqat edi, eslolmayman. Shivit oshi mana shundan ukropdan xamir qoramiz. Qorib uzun lag'monchalar qilib kesamiz. Yashil bo'ladimi? Yashil bo'ladi. Keyin uni ustiga qaylasi, go'shtli, piyozli, pomidorli qayla bo'ladi. Zo'r bo'ladiganga o'xshayapti o'rtoqlar. Ko'ramiz. Bunaqa ovqatni yemagan ekanman. Tuxumbarakni Buxoroda, Xorazmda yegandim. Ko'ramiz. Xorazmchasi boshqacha zo'r bo'ladi. Maydaligini qanaqa qilay? Mana shu yaxshimi? Bo'ladi. Tabi blenderda hozir maydalanib ketadi. Bitta tuxum yetarli, demak. Bitta tuxum xamirga yetadi. Uning ichida nima bo'ladi yana? Xamirda ichida nima? Ozgina tuz solamiz, bo'ldi. Qattiqroq qilib xamir qoramiz. Ajoyib u, g'aroyib. Demak, blender kerak bo'ladi bizga. Ukroplarni solamiz. Siz qarab turing, to'g'ri qilyapmanmi yo'q? To'g'ri. Siz bahona o'rganar ekanman, qarang, shivit oshini. Oson. Hayajonli daqiqalar boshlandi o'rtoqlar. Ozgina suv solamiz. Yo'q, ozgina suv solamiz. Ozgina 50 gram, 100 gramcha suv solib oling. Soling. Menimcha endi eslariga kelib qoldi. Esidan chiqib qolganmidi? Esimdan chiqib qoldi. Bo'ladi, mana bo'ladi. Bir stakan suv va biz davom etamiz. Bo'ladimi? Rangini qarang, o'zi chiroyli bo'ladi. O'rtoqlar, teleekranlardan uzoqlashmang, ya'ni televizorning yonida turib turinglar, chunki eng kulminatsion joylari hozir yaqinlashmoqda. Bilmaganlar o'rganib olishadi menga o'xshab. Demak, biz 2 bog' ukrop qo'shdik. Ko'kat, ya'ni endi yana blender qilamiz.
Bu Sabohat opa muncha ismingiz qiyin. Sabohat. Sabohat opa. Sabohat opa. Sabo opa deysizmi? Sabohat opa. Mayli. Sabohat opa. Nima uchun siz yana hozir ukrop qo'shtirdingiz? To'q bo'lishi kerakmi rangi? To'q bo'lmagani uchun qo'shtirdim. Yaqinlarim ichida Sabohat ismli inson yo'q ekan. Bu men uchun yangilik bo'ldi, Sabohat opa. Ismingizni kim qo'ygan? Sir bo'lmasa. Ammo ota-onam qo'ygan. Aha. Qanday ma'noni anglatadi? Sabohat tong shamoli degan ma'noni anglatar ekan. Oyimning kursdoshlari bo'lgan ekan. Aha. Vodiyli qiz ekan, sochlari uzun ekan. O'shani oyim juda yaxshi ko'rar ekan. Sochlari uzun bo'lsin, meni qizimni ham deb Sabohat qo'ygan ekanlar. Sochingiz uzunmi hozir? Yo'q. Nimalar bilan band bo'lasiz ovqat pishirishdan tashqari? Instagramni profilimni yuritaman. Blogerman deng. Bloger. Ana bo'lmasam bloger ekanlar. Katta bloger emasman-u, lekin hobbim. Mana shu shirin ovqatlar qilsam, internetga joylab turaman. Sizni Instagram nikingiz qanaqa? Sabo Shuhrat. Shuhrat Sabo xo'jayingizmi? Ha, xo'jayinim ismlari. Nega meni ismimni qo'yasan, shunda yurg'izasan Instagramga dedilar. Yo'q, o'zim ixtiyorim bilan qo'yganman. O'z xohishingiz bilan. O'z xohishim bilan. Yaxshi. Pochchamizga maza ekanda, har kuni mazali taomlarni yeb va bolajonlaringiz ham. Nechta farzandingiz bor? 4 ta. 4 ta farzand, juda ham yaxshi. 4 ta? 4 ta o'g'il. Hey, 4 ta siz hayolimga. Bitta kelin, bitta nevaram bor. Allaqachon nabirali ham bo'lganmisiz? Yosh ko'rinar ekanlar, Sabohat opamiz. Qoyil. 4 tani dunyoga keltirish, uni katta qilish juda qiyin bo'lsa kerak. Ha, o'ziga yarasha mas'uliyati bor. Chunki ikkitani o'zimiz zo'rg'a eplayapmiz. To'g'ri. Yangi zamonda tug'ilgan bo'lsak ham, yangi zamonni yangi onalari bo'lsak ham baribir qiyin. Ya'ni hozirgi davrda imkoniyatlar juda ham kengayib ketyapti-ku baribir onalar uchun. Kasha chiqaradigan apparat deysizmi, u ham bo'ladi. Filtr qiladigan apparat narsalaringizni. Yana pamperslarning ming xili nyanyalar bor, ya'ni onalar uchun yordamchi xizmatchilar bor. Davrda bo'lsak ham baribir qiyin. Qarang. Ajoyib. Qarang, mana men hozir masalliq tayyorladim. Nima qilib yordam berib turasiz sizga? Buni hozir xamir qorishimiz kerak. Siz buni to'rab tursangiz, men o'zim xamir qorib. Bajonidan, marhamat. Hozir maydalangan shivitni, suv, tuxum bor buning ichida. Shundan xamir qoramiz. Xorazmga borganman, lekin bunaqa taom yeb ko'rmagan ekanman. Endi mana tatib ko'rasiz. Restoranlarda tayyorlashmaydimi? Tayyorlashadi. Hurmatli erkaklar, hoziroq Chefbook kitobini xarid qiling. O'shanda uyga kelganingizda ayolingiz sizga restoran taomlarini pishirib qo'yishadi. Ushbu kitobda o'zbek milliy taomlaridan tortib, jahon taomlarigacha har xil desertlar, tortlar, pishiriqlar, nonushtalar uchun tavsiyalar, professional sirlar hamda eng asosiysi turmush o'rtog'ingiz hamda qaynonangiz uchun lol qoldiradigan mazali retseptlar joylangan. Bu yerda hozir nima pishyapti? Shuni ham aytib o'ting tomoshabinlarimizga. Bu joyda shivitoshini qaylasi pishyapti. Bu hozir go'sht. Endi piyoz, kartoshka bilan dimlab yaxshilab qovurib pishiramiz. Voy, zo'r bo'lsa kerak. Tezroq tayyor bo'lsin, yeb ko'ramiz. Xorazmmi? Qayerdansiz? Hazarasp tumanidan. Hazarasp tumanidan. Men Xorazmga 2 marta borganman. Menga juda ham yoqadi. Qayerda bo'lgansiz? Xivada bo'lganman. Xivani tarixiy obidalarini, ichankalarni juda ham yaxshi ko'raman va umuman u yerda katta davlat tadbirlarida, bayramlarda ishtirok etganman. Hazarasp tumanimizda ham qalamiz bor. Katta qalamiz, 3000 yil uni tarixi. Buyuk Ipak yo'lini bozor bo'lgan ekan, to'xtab o'tadigan karvon anaqasi bo'lgan ekan. O'shaning tarixi 3000 yildan ham oshadi, deyishadi. Go'shtlarimiz tayyor bo'ldi. Nimalar qo'shdingiz? Bunga hozir oddiy yog' bilan go'shtni dimladim. Ha, yog' qancha qo'shdingiz ko'rmay qoldim. Hozir 50 grammcha taxminan. 50 gram yog'ga go'sht solib dimlat. Bu tushonka bo'lar ekan-da. Tushonka bo'ladi. Hozir piyoz bilan ham tez tushit qilib. Tushonka o'rtoqlar. Ana bo'lmasam. Buni keyinroqmi yo hozirmi? Buni ozgina piyoz joni qoshiq bo'lib qolsin keyin. Balandroq qiling olovi. Salgina balandroq qilsangiz ham bo'ladi. Avvallari demak Xorazmda 40 tuya degan gap bekor emas, haqiqat-a? Haqiqat. Qizlarni uzatishganda 40 ta tuya kelganmi? Kuyov tarafdan. Shunaqa deyishgan. Endi biza
hozir endi shu 40 tuyani narxida qalin puli berilyapti. Internet orqali tomosha qilib turaman, qizlar chiqib, men mahrga gelik so'rayman, men mahrga u so'rayman, bu so'rayman deshadi. O'ylab qolaman, 5 yil oldin turmushga chiqqan ekanman, turmush o'rtog'imdan nima berasiz so'ramagan ekanman, qarang. Qarang, hozir Shunda uzuk taqib gul bersa turmushga chiqib ketdim, mana qarang. Mana endi hozir qizi juda pishiq bo'lib ketishdi. endi oldin yo'qmidi? Bunaqa emas, men bu noto'g'ri deb o'ylayman. Noto'g'ri? Men shu fikrdaman. Avval bitta ro'zg'origa borib, kap turmushga chiq, oldin farzandlar dunyoga keltir, shunaqa qimmatbaho sovg'aga munosibmisan, oldin yo'qmi? Bilasanmi? To'g'ri. Tarbiyalab bilasanmi? Gapirmang. Qo'ling pazandami? Ana endi shivit oshimizni qaylasi uchun kartoshkalarimizni solamiz. Pripravalar solmaymizmi? Ya'ni ziravorlar. Yo'q, tomat ozgina pishgandan keyin tomat sovoramiz. Aralashtirib, Qizartirib, aralashtirib qo'yamiz. tushunarli. Lekin pasaytirib qo'ysak, suvli bo'lib pishadi. Endi men hozir tuxum barakka ozgina xamir qo'ryapman. Bunga tuxum, tuz, oddiy suv. Nechta tuxum? Bitta tuxum, Bitta tuxumga qancha suv? 100 gramcha, 50 gramcha suv. 150 gram suv. Porsiyangizga qarab sovurasiz, o'zgaradi suv. Lekin bitta tuxum bo'ladi. Tuz qo'shmaymizmi? Tuz soldim. Soldingiz. Xorazmliklar juda ham raqsga usta bo'lishadi va mashhur san'atkorlarni, ya'ni xalq artistlarini ko'pi Xorazmdan chiqqan. Bilasizmi? Ham raqqosalari ham boshqa viloyat raqqosalaridan ko'ra boshqacha raqsga tushadi. Bilasizmi? Xuddi go'yoki O'zbekiston emas, alohida bir respublika vakillariga o'xshashadi nazarimda. Pozitiv, chunki buni o'yinlaridan ham bilsa bo'ladi. Yuqori kayfiyat bo'lgandan keyin muzikalarimiz ham yuqori kayfiyatda chalinadi, o'yinda ham chaqqon tez o'ynaladi. Söyley size ey ağam yarını sever yarman. Kara göz boy boy boy, ala göz boy boy. Kara göz boy boy boy, ala göz boy boy. Nimadan kelib chiqqan shunaqa kulib, ko'p pozitiv raqsga tushishi tarixini bilmaysiz-a? Bizga mana shu loyihamizga Xorazmni bir tarixshunosi kerak bo'layapti. Keyin kursga chaqiramiz. Savollarim ko'p ekan. Bu bo'ldi. Endi Siz lekin og'ir ekansiz. yo'q, Xorazmlikka o'xshamayapsiz. To'g'risini ayting, dadingiz yoki oyingiz boshqa viloyatdan bo'lsa kerak. ikkalasi ham Xorazmlik. Xorazmlik. Demak, azizlar, Xorazmda turli xil xarakter egalari yashashar ekan, xuddi hamma yoqda o'zimiz bir xil. Toshkentga o'xshab. Hamma joyda bir xil ekan. Bolaligimda tuxum barak qilib ko'rganman. 14-13 yoshlarimda o'xshata olmaganman lekin. Tuxum barak bor-ku, tuxumi suvga oqib ketgan. Yaxshilab yopishtirgandim lekin xamirini. Sho'r suv bilan yopishtirish kerak edi. Ha, siri bormi uni? O'zi menimcha mana shunaqa televizion loyihalarga qarab tayyorlaganman. Shu joyini aytmaganda qarang. Ana men hamma Siz ayting mana shunaqa joylarini. Chunki tomoshabinlar ko'rishadi-da, bugun mana shu taomni tayyorlayman deydi, o'xshamay qolsa keyin, aldabdi-da degan fikr bo'lib qolmasin. Sabohat opamiz shivit oshini, xamirini yoyayaptilar. Men esa bu yerda tuxum barakni, xamirlarini mayda qilib, bo'g'irsoqdek, tuxumchadek qilib chiqdim. Endi mana shunaqa xamirchalarimizni sekin-sekin yoyib chiqaman. Bu yerda esa mana qaylamiz pishayapti. Tuxum barakni ichiga masalliqni endi tayyorlaymiz. Demak, yoyishni boshladik. Mana bittasini olaman. Yupqaligi qanaqa bo'lsin? Joy yupqa bo'lib ketmasin, sal qalinroq bo'lsa, tuxum solishga yaxshi qulay bo'ladi. Tuxum barak dumaloq bo'larmidi xamiri? Dumaloq bo'ladi. To'rtburchak emasmidi? Yo'q. Siz ana Buxoroga, Samarqandga, Qatga bordim dedingiz-ku, o'sha ularniki to'rtburchak bo'ladi. Har xil bo'lar ekanda. Bizning qo'shnimiz bor, Buxorolik. Mana shunaqa to'rtburchak qilib pishirardi. Bu to'ppa-to'g'ri dumaloq bo'lmayapti. Farqi yo'qmi? Mayli, Ahamiyatsizmi? zarar yo'q. Birinchisiga sizga bo'laveradi. To'g'ri. Yoyavering. Asosan blogerlik ishingizda, ya'ni food blogerlik ishingizda qanday taomlarni tayyorlab joylashtirasiz Instagramga? O'zim uyda bolalarimga, oilamga nima ovqat qilsam, Qo'yverasiz, shuni qo'yaveraman, lekin biz bir xilda yozib qolishadi. Obunachilar uni pishirib ko'rsating, buni qanaqa pishardi? Siz shuni pishirib bilasizmi deb. O'shanga ham qiziqib ko'rib, unaqalarni ham pishiraveraman. Daromadingiz nimadan? Asosiy daromad. Asosiy daromad. Men daromadga kirmadim. Hali kirmadingizmi daromadga? Yo'q. Siz yangi food blogermi? Yangi food blogerman. Ana, yangi keldi. Bunaqa joylarni qo'ymanglar, Nega? Uyalaman. Nimaga endi ayol kishi baribir tadbirkor bo'lish kerak, turmush o'rtog'iga yordam berish kerak deb o'ylayman. Uyda o'tirib ham pul topadigan ayollarimiz son mingta-ku.
Shularga bir motivatsiya bo'ladi. Bo'ldi. Endi xudo xolasa men ham sekin-sekin ko'paytiryapman. Prosmotlarim, kuzatuvchilarim ko'payib ketyapti meni ham. Endi pulga kiraman deb umidim bor. Aha, lekin buyurtma asosida tayyorlamaysizmi? Yo'q, hali buyurtma asosida tayyorlab ko'rmadim. Ana endi bizni ko'rsatuvdan keyin buyurtma asosida tayyorlash boshlaydilar Sabohat opa. Sabohat Shuhratmidi? Sabo Shuhrat. Shu nikingizni o'zgartirishingiz kerak. Nima deb o'zgartirdi? Shuhrat degan joy yoqmayapti menga. Saboshka yoki Sabo bakerymi или Sabo cooking qiling. Boshqa variant topa olmadik. Bolalarim bilan ko'rdik. Ha, bo'lmabdi u Shuhrat amakimiz xafa bo'lmasinlar, pochchajon. Sizni ismingiz umuman Sabohat opani bizneslariga yarashmayapti. O'zingiz uchun alohida qilib Shuhrat cooking qilib ochsangiz bo'ladi. O'zi ular sohalarni nima pochchamiz? U xo'jayinim dori-darmon tarqatadilar. Ana Shuhrat Pharmacy или Shuhrat apteka. Shunga o'xshash nom qilsa bo'ladi. Shuhrat apteka deyshadi o'zi. Mana Shuhrat apteka. O'zi shunaqa nomingiz bor ekan, mana Shuhrat apteka. Sabohat opam bizneslariga aralashmang. To'g'rimi? To'g'ri, eshitdingizmi adasi? Eshitdingizmi adasi? Nima deyli o'rtoqlar? Kutib qolamiz sizlardan. Chiroyli bir nom, chiroyli nickname topaylik Sabohat opaga. Fantaziyasi kuchli bo'lgan kuzatuvchilarimiz mana sizlarni ixtiyoringizga topshiramiz. Bir hafta sizlarga muhlat, chiroyli nom topamiz va Sabohat opani mashhur qilamiz. Bu makaronga o'xshagan narsa bo'lar ekanda. Bu lag'mon desak ham bo'ladi. Lag'mon. Lekin bu hamma lag'monga ko'ra to'yimliroq, kuchliroq va foydaliroq bo'ladi. Endi bu kursdan keyin bu kursda boshlovchilikni to'xtatib o'zimni tuxum-barak biznesimni ochib yuboraman shekilli. O'xshayaptimi? Pitsani yonida uni ham ko'ring. Tuxum-barak Zo'r bo'ladi. Mazali. Shahzoda barak deb ochsam zo'r bo'lar ekan. Yarashdimi? Yarashdi. Shahzoda barak. Buni hozir qaynatib olamiz endi. Har kuni nima nonushta tayyorlasam ekan? Bugungi kechki taomni qanday menyu bilan bayram dasturxoniga aylantirsam bo'lar ekan deb bosh qotiryapsizmi? Bizning jamoadan Chefbook pazandalar kitobi sizga yordamga keladi. Kitobni ochasiz, telefoningiz bilan QR kodni kiritasiz va qarabsizki 70 xil retsept sizning ixtiyoringizda bo'ladi. Siz bu videodan qarab tayyorlagan barcha taomlar albatta o'xshab chiqadi. Chunki barcha sir asrorlar sizga ochilgan bo'ladi. YouTube'dagi videolarda eng qiyin sir asrorlarni berkitishgan bo'ladi. O'zimiz bunga guvoh bo'lganmiz. Mana endi qaylamizga azizlar ozgina tomat qo'shamiz, chunki yanada mazali va chiroyli rangda bo'lishi uchun. Shivit oshini masalliq yodingizdan chiqmasin, biz umumiy 3 ta taom tayyorlayapmiz. Bu yerda mana tuxum barakni ichiga men endi 10 ta tuxumni chaqaman. Va tuxum barakka yana nima qo'shamiz? Tuz ichiga tuz qo'shamiz. Yana nima? Saryog'ni alohida qo'shamiz eritib. Saryog'ni eritib tuxum ichiga qo'shib yuboramiz. Yo'q, bunga emas. Xamir ichiga bunda tuxum solamiz, keyin yog' alohida solamiz. Oqib ketmaydimi? Oqib ketmaydi. Aziz tomoshabinlar, mana hozir 10 ta tuxumni chaqdik, endi tuz solamiz. Qancha soling? Yarim choy qoshiqcha bo'ladi. Yanami? Ha, yana soling. Bo'ladimi? Ozgina soling. Bo'ldi. Endi chayamiz. Chayamiz deydimi Xorazmda? Chayamiz. Nima qilamiz? Aralashtiramizmi? Bizda Aralashtiramiz. Mana bunda o'rtasi ochib qoladi meniki, mana. Shunday qilib yopishtirib chiqamiz. Mana. O'rtasi teshik bo'lib qolar ekan, o'rtoqlar. Siri shunday ekanda, mana qarang. Shunda mana sho'r suv bilan, chunki sho'r suv ushab turadi, xamirni ochilib ketmaydi. To biza 2 qoshiq, 3 qoshiq tuxum solguncha, bitta qoshiqda saryog' solguncha ushab turadi xamirda. Chefbook loyihasining aziz muxlislari, biz hozir shivit oshining yashil rangdagi xamirlarini qozonga qaynatishga solayapmiz. Hammasini solavering. Soling, hammasini soling. Baland qilib qaynatamiz. Chiroyli chiqsa kerak, yashil bobo. Ham yashil chiroyli chiqadi. Juda ham qiziq ketyapti. Qanaqa bo'lar ekan? Pishdi. Bir zumda pishdimi? Darrov pishadi mana. Bitta qaynatsak,
tayyor bo'ladi. Endi olamiz. Zo'r ekan. O. Juda chiroyli. Ha, ishtaha ochildimi? Yana ham. Shunaqa pishib O'rtoqlar, chiqaveradi. siri bor ekan, tuxumbarakka tuzli suv bilan ikki chetini yopishtirish kerak ekan. Shunda masalliq oqib ketmas ekan. Tuxumni ketidan sariyog'. O'sha uchun mazali ekanda, O'sha sariyog' uchun bo'lar ekan mazali. ichida. Endi bildim. Mana. Sariyog'i ham toplyo'ni emasli, foydali, semirtirmaydigan. Dahshat. Bu nima bu? Bu hozir pishgan tuxumbarakni bu yoqqa olib qo'yamiz, yopishib qolmasligi uchun. Bu Ayronlar. Ayronmi? Ayronlar yesak bo'ladi. Rostdanmi? Ayronli bo'lsa, me'daga tegmaydi. Mana yog'li-ku, bu mana yog' soldik. Lekin o'zi suzgandan keyin alohida qatiqqa botirib yegan yaxshi emasmi? Endi har kim tabiga qarab qilaveradi. 10 daqiqada pishadimi? Tekshirib ko'ramiz. O'zi yuziga chiqib qaynab turadi. Men o'zim shunda bosib ko'raman. Qo'lim bilan hozir endi perchatka. Shunda bosib ko'rganda qattiq bo'lishi kerak, o'sha pishgani bo'ladi. Tushunarli. O'zi yuzaga chiqib qolsa ham biladi. Yuziga chiqib qolsa, ishib, sap-sariq bo'lib yuziga chiqib turadi. Pishgani. Qiyin emas ekanmi? Zo'r ekan. Qiynalmayapsizmi? Mazza. O'rganib olsangiz, O'shanda bolaligimda qilganimda nima uchun o'xshamaganlarini mana endi yetdim. Qarang. bukayotganda mana shu ichiga ozgina un sepib buksa, ichidagi mana bunaqa yopishib qolmaydi. Shuni ham bekalarimiz inobatga olib qo'ysa, qiynalishmaydi. Mana shu yog' bilan tuxumni birato'la qo'shib yubora qolsa bo'lmasmi bu? Bo'lmaydi, chunki hammasini ichiga bir xilda yog', tuxum bir xil ketmaydi. Bittasiga yog' ko'proq ketadi, bittasiga tuxum ko'proq ketib bir xil chiqmaydi. Bugun azizlar biz 2-3 xil taomlarni tayyorlayapmiz, ya'ni assorti deb nomlanadi. Buning uchun endi bizga ya'ni 3-chi xil taomimiz uchun chuchvara kerak bo'ladi. Chuchvarani qaynatamiz, keyin qaylasiga nima qo'shamiz? Qaylasiga ayron qo'shamiz. Ayron. Ayron bilan yeyilaveradi. Ushbu video kitob shunchaki retseptlar emas. Bu oilaning "Vau!" degan hayrati, qaynonalarning maqtovi, mehmonlar oldida esa haqiqiy faxrdir. Restoran ta'mi o'z uyingizda. Ortiqcha xarajatlarsiz yangi menyudan bahra oling. Siz hozir buyurtma bermasangiz, ertaga yana oddiy ovqatlanishingizga to'g'ri keladi. 71 kodi bilan 203 0005 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Endi musa chuchvaralarimizni olib qaynatamiz. Eng shoshib turgan paytimizda katta yordamchi, To'g'ri aytasiz. ishimizni oson qiladigan taom mana. Bunga hozir nimadir qo'shmadik suviga. Yo'q, mana buni qo'shsak ham bo'ladi. O'zini ichidan chiqadi, ziravorlari qo'shib yuborib. Endi keragicha sovuramiz. Hammasini qo'shib. Kartoshkali vareniklarimiz ham pishdi, mana tayyor bo'ldi bir pasda. Buni ham assorti taomimizga yoniga qo'shib qo'yamiz. Qaylingiz juda ham mazali bo'lganga o'xshayapti. Qayla ham mana tobini olib turibdi. Chiroyli bo'ldi. Endi solamiz buni ham. Mana. Ustidan sariyog' qo'ysa bo'lmaydi? Sariyog' qo'ysa ham bo'ladi. Sariyog'ligingiz kelyaptimi? Sariyog'li bo'lsa mazali bo'ladimi? Bo'ldi, mana qo'yam. Tayyor sariyog'imiz ham. Ana. Mana. Uncha zo'r. Zo'rmi? Mazza qilib. Chiroyli chiqdi, Ibram. Mana. Ana. Qaysinglar bo'lsa o'rtoqlar. Bu o'zi Hanski assortiment, assorti ovqat. Vau! Video olsam bo'ladimi? Oling bemalol. Mana shunaqa qilib. Vaqtim bo'lganda manti ham qilardim yoniga.
Hanski dedingizmi? Hanski assorti ovqat. Hanski assorti ovqatimiz tayyor bo'ldi. Xorazmning eng mashhur taomlaridan shivit oshi va tuxum barak zo'r chiqdi. Buni ichida mana kartoshkali varenik, Musani kartoshkali vareniki, chuchvarasi, o'zimiz tayyorlagan mana bu tuxum barak va shivit oshi, shulardan iborat assorti taom bo'ldi. Azizlar, xorazmlik xonlar uchun maxsus tayyorlanadigan shivit oshi va tuxum barak assortisi tayyor bo'ldi. Sizga 10 ball. Rahmat. Gap yo'q, juda ham zo'r qildingiz. Umrimda birinchi marta bunaqa taomni ko'rib turibman va tanovul qilyapman. Juda ham Sizga chiroyli. yordamingiz uchun katta rahmat. O'rganib oldim sizdan. Bosh bo'lsin. Bizning Chefbook loyihamizda faqatgina mashhur yulduzlar va blogerlar emas, balki taomlarni maromiga yetkazadigan pazanda opa-singillarimiz ham ishtirok etishlari mumkin bo'ladi. Azizlar, siz O'zbekistonning qaysi viloyatida istiqomat qilasiz va sizni ajoyib qanday milliy taomingiz bor? Mana shu taomlarni albatta bizga yozib qoldirishingizni so'rab qolamiz. Ko'rishguncha salomat bo'ling. Chefbook video kitobiga hoziroq buyurtma bering. Endi siz sevgi bilan pishirasiz. 71 kodi bilan 203 0005 raqamlariga qo'ng'iroq qiling.